Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'quvchilar. Hozir o'zbek tilidan onlayn darsini boshlaymiz. Darsliklarimizni olib, darsga tayyorgarlik ko'ramiz. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimizning mavzusi yuklama. Darsimizning maqsadi yuklama va uning turlari haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Xatosiz va chiroyli yozish malakalarini rivojlantiradilar. Ona tilining qanchalik betakror, jozibador ekanligini his qiladi. Darsimizning shiori: ilm o'rganish har bir musulmonga farzdir. Yuklamalar so'z va qo'shimcha shaklda bo'lib, ular alohida turganda leksik ma'no ifoda etmaydi. So'z yoki gaplarga qo'shilib, so'roq, taajjub, ta'kid, kuchaytiruv, ayiruv, chegaralov, gumon, inkor kabi qo'shimcha ma'nolarini ifoda etadi. Masalan, inson mehnatda, faqat mehnatda buyukdir. Yuklamalarimiz tuzilish jihatidan ikki xil. So'z yuklamalari: bular hatto, hattoki, nahot, nahotki, faqat, axir, ham, na kabilardir. Qo'shimcha shaklidagi yuklamalarimiz: gina, kina, mi, chi, da, oq, yoq, a, ya, u, yu, dir, ki, kim kabi qo'shimchalardan iborat. Yuklamalarimiz ma'nosiga ko'ra 5 turga bo'linadi. Birinchisi so'roq va taajjub yuklamalari, ta'kid va kuchaytiruv yuklamalari, ayiruv, chegaralov yuklamalari, gumon yuklamalari, inkor yuklamalari. O'quvchilar, mavzuni tushungan bo'lsangiz, olgan bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Mustahkamlash uchun 304-mashqni bajaramiz. Mashqning sharti: ko'chirib yozib, yuklamalarni topib, ostiga chizamiz. Masalan, hali xabaring yo'qmi? Asrora opam kasalxonada-ku. Bu yerda kasalxonada so'ziga ku qo'shimchasi qo'shish orqali yuklama hosil bo'ladi. Qolgan gaplarni ham shu tarzda mustaqil bajaring. Barakalla o'quvchilar. Bajarib bo'ldingizmi? Endi 305-mashqni ham mustaqil bajaramiz. Mashqni bajarib bo'lgan bo'lsangiz, uyga vazifa beraman. Uyga vazifa 307-mashq. Mashq sharti: sari, orqali ko'makchilari, ham, chunki yoki bog'lovchilari, faqat, yu yuklamalarini ishtirok ettirib gaplar tuzing. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.